Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan shunaqa mazali ham chiroyli shirinlikni birgalikda tayyorlaymiz. 6 dona tuxumni oqini sarig'idan ajratib olamiz va oqini ko'pirtirishni boshlaymiz. Ozgina ko'pirgach, shakarni yarmini solib ko'pirtirishda davom etamiz. Qattiq penka bo'lguncha ko'pirtiriladi. Endi 7 yogurtiga rangni qo'shib aralashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Tuxum sarig'iga qolgan shakarni qo'shib, yaxshilab ko'pirtirib, o'simlik yog'i hamda qatiqli massani qo'shib yana bir bor aralashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Ko'pirtirilgan tuxum oqiga rangli massamizni qo'shib lopatada aralashtiramiz. Razrixitel kakao hamda unni elakdan oz-ozdan o'tkazib qo'shamiz. Aralashtirganda pastdan tepaga qilib yengil-yengil aralashtirish kerak. Qolipga pergament qog'oz solib, xamirni quyib, qizib turgan duxovkada pishirib olamiz. Biskvitimiz pishgach, yog'och cho'pda tekshirib olamiz va ustidagi bir qavatini kesib olamiz. Krem uchun kalyaxdan mazali krem chiz, qand upasi va kalyahni 33% qaymog'idan ishlatdim. Bu eng ideal krem hisoblanadi. Juda ham mazali. Biskvitni sut bilan propitka qilib, ustiga tayyorgina qattiq bo'lib chiqqan kremni tekislab olamiz. Shirinligimizni muzxonaga 3-4 soatga jo'natamiz. 3-4 soatdan so'ng xuddi shunaqa teng tekis qilib bo'laklarga bo'lib, ustidan kesib olganlarimizni urvoq qilib sepamiz va anor bilan bezatamiz. Bezatish xohishingizga ko'ra bo'ladi, lekin juda ham mazali, shirin, mazasi ham antiqa shirinlik bo'ladi. Yoqimli ishtaha.